Sadiqa tilg'ilinsa ko'p hollarda esimizga pul keladi va yoki boylar keladi. Xuddi har bir odam qilmaydigan, xuddi pulisi odam qiladigan va yoki pulisi eshib qolgan odam qiladigan ishdek ko'rinadi. Amaliyotda sadiqa har bir odam qiladigan va shundaqla har bir odam qila oladigan ish. Pulisi odammi qila oladi, pulisi yo'q odammi qila oladi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Tabuk urushiga sahobalarni sadiq qilishga qiziqtirdi. Pulisi va sahobalar pulisini qo'ydi, ammo bir sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi kelib, "Ya Rasululloh, men bir kambag'al odam. Mening sadiqadek pulim yo'q, ammo men sen guvoh bo'lginki, mening g'ayvatimni mening 100 obro'yimni to'kkan kishilarning hammasini afu qilish orqali mush 100 obro'yimni sadiq qilaman dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bunun qarshi hech qanday bir narsa demadi. Chunki din ishi Rasulullohga vahiy kelmasa uningga bir narsa demaydi. Bir kun o'tgandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu sahobani chaqirtib akilib, "Alloh sening sadiqangni qabul qildi" dedi. Demak, sadiq hamisha pullan bo'lmaydi. Yo'ldoshingizni afu qilish bilan, ayollarni afu qilish bilan, ularni kechirib o'tish bilan bu sadiq qilgan hisoblanadi va shundaqla bu sadiqani Alloh qabul qiladi.